Assalamu alaykum qadirlik anlıqçılar. Anlavatqınыңlar mahallamni yoritgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Safarga chiqqan bir kishi yo'lda ajoyib bir baqqa duch keldi. Daraxtlari ko'kka bo'yi so'zgan, bo'kbaraqsan shoxlari mayin shamolda midirlaydi. Sarxil mevlarning mezlik hidlari dimoqni g'idiqlaydi. Yo'lovchi bog'ning egisini tepib ichkariga kirishning ruxsatini oldi. Va bog'van uningga ruxsat berib qolmay, qo'liga bir sevatni tutqizdi. Shuni to'ldirib, ko'nglingiz xohlagan mevlarni olsangiz bo'ladi. Faqat bir gap esingizda tursin. Baqqa qarshingizdagi darvozadan kirib, yana bir tarafdan chiqib ketsangiz, orqa yo'l yo'q, dedi. Musofir sal andish qilib, sevatni ko'tirguncha ichkariga qadam tashladi. May bo'lib pishqan mevla go'yo meni o'z degandek val yenib shoxning to'pisida esilib turadi. Shundoq oldiga mangan siri daraxtlar texmi cho'ngib, mevalar texmi shirinroq ko'rinyotadi. Yo'lovchi oldirab qoldimi yoki sevetini baldır to'shirib olib, oldidagi yaxshi mevalardan quruq qilishdan qo'rqdimi? Bog' etigiga yetib kelguncha sevetida bir tal meva yo'q, quruq edi. Orqaga bo'lsa yo'l yo'q. Shundoq do'stlar, inson umrni dunyoning atalmış makonining bir eshigidan kirib, yana bir eshigidan chiqib ketguncha yo'lovchidek yashab o'tadi. Buningdan har kun har narsa xayrlik ishlar uchun berilgan imkoniyatdir. Bu makonning oxirlashining qachonligini, imtihon natijasining qandoqligini hech kim bilmaydi. Shunga qarindishim, yaxshi amallarimizning seviti bo'sh qolmasin.